Alhamdulillah, Allohim mana shu yerga kelishni nasib aylagan ekan, mana keldik. Umra safarimizni ham yakunlab, bugun ketadigan kunimiz ham yetib ketdi. Kunimiz xayrli, fayzli, rizq-nasvali, omadli, daromadli, tinchlik, xotirjamlikda o'tdi. Shu kunlarga yetkazgan avvalambor Rabbimga qolaversa shundoq bizga bir 50 boshi uchradiki, havas qilmagan odam yo'q. Allohim shu Umar hojini yana keladiganlarga tavsiya qilaman. Kim kelsa ham hech qachon niyati har doimgidan ham qiziqishi boshqacha bo'ladi. Allohim mana yana qaytib ketyapmiz, yo'llarda har xil ofat, kulfat, tuhmat jamiki baloqalardan o'zi asrasin. Alloh mushkulimizni oson qilsin, sog' salomat yurtimizga yetib olish nasib qilsin. Yana shu yerga kelish nasib qilsin. Allohim Bismillah deb duo qilib shu yerga kelaman deganlarni hammasiga Allohim oq yo'l bersin. Umarjon bolam, sizga ham katta rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunaqa bizga o'xshaganlarni hammasini Allohim duosini olib yuringiz. Biringiz ming bo'lsin, mingingiz bundan ko'p bo'lsin. Omadingizni bersin. Hammani duosini oling. Xonadoningiz tinch bo'lsin, bola chaqangizga bosh bo'ling. Yana kelib, yana siz bilan yurishmashligi nasib qilsin ilohim. Allohu akbar.